Assalomu alaykum hammaga. Oldingi darsda biz JavaScriptni HTML fayliga qanday ulashni o'rgandik. Endi esa juda muhim mavzuga o'tamiz. Console va Developer Tools. Agar siz kod yozsangiz u ishlamayaptimi yoki yo'qmi bilmasangiz, siz aslida ko'r holda dasturlash qilayotgan bo'lasiz. Shuning uchun konsol bu dasturchining ko'zi hisoblanadi. Konsol bu brauzer ichidagi maxsus joy bo'lib, u yerda siz JavaScript natijalarini va xatolarni ko'rasiz. Biz konsol ochish uchun Google ishlatamiz. Bugungi darsda editorda ochmaymiz. Konsolni qanday ochamiz? Konsol ochish uchun F12 tugmasi yoki sichqonchani o'ng tomoniga bosasizlar va bu yerda sizlarda inspect degan tugma chiqishi kerak. Meniki tili boshqacha bo'lgani uchun inspect ga bosasizlar va bu yerdan konsolni ochasizlar. Ko'rganlaringdek bu yerga kod yozsak bo'ladi. Endi birinchi misolimizni yozamiz. Masalan, bu kod konsolga salom chiqaradi. Konsollik bu ma'lumotni chiqaradigan funksiya. Endi boshqa misol bilan ishlaymiz, yaxshi tushunib olishlaring uchun. Endi hisob-kitob bo'yicha. Masalan, xuddi shunday qilib konsol log yozamiz. Bu safar ko'rganlaringdek natija 10. Demak, JavaScript hisob-kitobni ham qiladi. Endi o'zgaruvchilar bilan ishlaymiz. O'zgaruvchilar qanday ishlardik? O'zgaruvchilar uchun let, asosan let va var ishlatiladi. Bu yerda biz o'zgaruvchini ishlatdik va konsol orqali tekshirdik. Ko'rganlaringdek, endi xato misol yozamiz va xato bo'lganda bizga konsol qanday natija chiqaradi uni ko'ramiz. Masalan, ko'rganlaringdek, agar x mavjud bo'lmasa, konsol error beradi. Bu debugging uchun juda muhim narsa. Endi Developer Tools haqida gaplashamiz. Developer Tools bu brauzer ichidagi kuchli instrument. Unda asosiy bo'limlar bor. Masalan, Elements bo'limi, tepada ko'rganlaringdek, Elements bo'limi bu HTML va CSS ko'rsatadi. Ko'rganlaringdek, tepa qismida HTMLimiz bor va pastki qismimizda CSSimiz bor. Bu hozir Google'da qanday ko'rsatilayotganini ko'rsatadi bizga HTML CSS orqali. Ya'ni kodlar. Va boya ishlatganimizdek konsol bor. Bu JavaScript natijalarini ko'rsatadi bizga. Va network bor. Network sayt yuklanishini ko'rsatadi bizga. Asosiy ishlashi sayt ko'rsatish bizga. Biz Elements orqali siz sahifadagi elementlarni real vaqt ichida o'zgartirishingiz mumkin. Konsol orqali esa kod yozib test qilamiz. Bu asosan shunga yaraydi konsol. Masalan, professional maslahat, har yozgan kodingizni konsol orqali tekshiring. Bu juda natijaga erishishga osonroq bo'ladi va xato qilsalaring error tugmasi sizlarga keladi. Qayerda xato qilganlaringni ko'rib chiqib o'rgansalaring ham bo'ladi. Masalan, bitta misol yozamiz yana. Bu yerda let bilan yosh o'zgaruvchisini qo'ydik. Uzr. Yoshni 20 qilaylik. Konsolluk. Ko'rganlaringdek, bu debugging usuli hisoblanadi. Xatodan qo'rqmang, aksincha xato qilib o'rganing. Biz bugungi darsda
Siz konsol, xatolar va developer tools bilan tanishdingiz. Keyingi darsda o'zgaruvchilarni chuqur o'rganamiz va editorda ishlaymiz. Hammaga rahmat. Bundan keyingi videolar shunday qisqa videolar bo'ladi, chunki JavaScript katta mavzu, 50 ta yoki 60 ta qilamiz. Hamma mavzuni alohida qisqa videolarni o'rganib chiqamiz. Hammaga rahmat.